Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda Dost digerler atmış insaf bağımı şeytanda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, Arslan live'ga hoş geldinglar. Bugungi temamiz bo'lsa Xitoyning mili, Uyg'urning gili tema haqida so'zlamoqchi. Bu vaqtda sahnaga ekranimga Abduvali Ayub akamizni taklif qildim. Assalomu alaykum aka, yaxshi turdingizmi? Hoş bulduk. Shuning bilan din dushmani e'lon qildingiz. Din dushmani e'lon qilish nimda oson aka? Şu açta asan bulup gitti. Çünkü bir adam beni oğru dese tutmaydı degine. Hiç kim işenmeydi. İkincisi yalgancı desem işenmeydi. Üçüncüsü aldamcı desem işenmeydi. Üçüncüsü hakkının rızkını yivaldı desem işenmeydi. Hakkının hakkını vermeydi desem işenmeydi. Bu gepten açığa tutmaydı. Tutulan birden bir gep. İntayın abstrak, intayın umumi, pak tapmasın bulduğum bir gep var. Din düşmeni. Hiç kim pak sürüştürmeydi. Ağlamdaydı. İkincisi dünyada bir kamçı var, dinden ibaret. Bununla cık Uygurlarınki naiti köngül bildiğin, söydiğin, izzetleydiğin bir tuygusu bu. Bu tuygunu suistimal kılıp mesela birden din düşmeyi dese milyonluk adamınki demesine köngül nuftalaydı. Bu bir naiti bir kilişken, naiti akıllık bir taktika bu. Asli temamiz bu emas. Temamiz asli siz o'tirib qo'ygan va bizmi o'tirib qo'yayotgan masalan xili vaqtlar bo'ldi. Masalan Uyg'urlarning restoranı haqida so'zlab qoldik. Xitoy mollarini boykot qilinglar. Xitoyda hozir genosid bo'layotgan, vatanimiz genosid bo'layotgan chaqda Uyg'urlar bormisin, bunda ta'sirlar olib bordi deb. Endi gayet o'zimizning illatlarini o'tirib qo'ygan chaqda insonlar xaplab qoldi ekan. Elbette. Bu insanlar hapulup kaldı deb demesek birisi bizning samimiyetsizlik oldu. Biz Xitoyning zulmiga qarshi turib uchrayotsak, qirilyotsak, biz qo'pab, o'shunda millat turib Xitoyning melini yesak, tomiqini yesak, yemeklikni talla bozorlarini ichib turib yesak, ondan bu Xitoyga borma, Xitoy tutib oldi deb tutilib qolsa, yana borsak, bu endi hech nimaga nima qilib tushundigul bo'lmaydi. Lekin bunda bir narsa bor. İnsanınki nefs degan narsa bor bu-chu. Buna xatarlik bir narsa. Masalan, shu Xitoyga berayotganligi amaliyotda o'zining nafsi uchun boradi. İnsan o'zining nafsininki qurbon bo'lib ketadi. Ya'ni aqlining işletip tefekkür qilsa, bizning deganlarimizning aqlga uyg'un, mantiqliq, pokitga uyg'un ekanligini his qildi. Lekin nafs degan bir narsa bor, u bak xush yoqadi odamga. Masalan, mundaq bir deymiz, shika, ondan bu tuz, ondan bu mayliq narsa degan odamga ziyonli qamdi. Lekin buningga odamlar xumo bo'lib ketgandan keyin, sen bu ziyonli desang,
Çünkü insanın en teskildiğin nersi nefsini inkar kılış. Sen Hmm. ziyarlı kılsa onun nefsini inkar kılsan da. Onun yevatkan, yaxşı görgen nersi şu olsa, sen onu hata, ziyarlık, Xitayning haram desen onun nervisiga tegdi da o. Çünkü onun nefsi şundan hoş olgan. Şu Xitayninkini yep hoş olgan, Xitayninkini işiltip hoş olgan, Xitayninki şu muhitida çoğ bolgan, şunu özünün nefsininki kandırdıgan en mühim menbasi qilib olgan bo'lsa, biz qo'yib uni u xato desak, albatta uning g'ururiga tegadi da uning. Bu narsa shu bo'lsa. Chunki men bunda bir narsa qilib boqdim. Mush Uyg'urlarda, shu ijtimoiy taratqularda eng ko'p ko'rilgan tema qaysidir deb qarasam, eng ko'p ko'rilgan tema sey qo'rish to'g'risidagi bir qo'rim qo'rish to'g'risidagi bir video bor ekan. Shu video Uyg'urlarda eng ko'p ko'rilibdi. Necha qitim ko'rilibdi desang, 1294 qitim ko'rilibdi. Paylaşıldı. 1294 Uyg'ur paylaşıptı. Biz mush vaqtchi, masalan, Qarqashdan hujjat chiqdi dedik, Oqsudan hujjat chiqdi dedik, Şinjan soqchi hujjatlari oshkorlandi. Uning hech qaysini ko'rsatmadik. Yani odam tutuldu, dadam tutuldu deb turib, yuzga chiqaramadik. Lekin Xitoy say qo'rish o'tadigan bir nimani, bir videoni 1294 qitim, yani 1300 qitim o'rtoqlashilibdi. Bu nechilik odam ko'rdi desang, chet elda eng oz bo'lganda 100 ming odam ko'rgan narsa. Demak, bizningki bo'liqi Xitoyninki titqinlariga, bu Xitoyning tayyor cho'plariga, bu Lazijang, Ujang, Bujanglarga bo'lgan oshiqlik degan bu bir milliy masala bu. Buni inkor qilib, albatta dushman bo'lib bizda millatga. Dushman bo'lishimiz bunun asl yo'li yo'q. Sizlememes aka, ben bu bivasıta bazen özüm fıçamı başka Uygurlardan anladım. Bazen ne bab kaldı şu, bazı Uygurların çetelik dostları var. Uygur aşkanlarına apırdı. Karsa çıkıvatkan seyle, o tiziş usulleri, o çetelik dostları kırap ve bu Xitayning yemekleri gel o. Xitayning tam çünkü bula Chinese restaurant, Korean bilmem ne restoran da birip ulam künek de. Aynı ola şular uç depto çetellik cinida. Sizler bizgi çöndürdüğünler Uygur genocide, ırkı kırıncık boğatır. Lekin sizler manaslarını vazgeçmezler de. Hatta bazı kıyındaşlarımız var. Ben şahsen öyle yapamayım. Lekin siz bunun kanına karaysız. Hatta çokumu tutmaydıgan boldu. Çünkü bu haqda mı bazı çetelikler bu çok işletirgensizler go, bu çok edimi vazgeçmişsizler sizler, qanda Xitayga taqabul tursizler ya da qanda mesajlarını yaxşı anlata alaysın deb mundaq da'vatqanlar var mesela. Sizler emas. Yo, albatta bu yerda masalan bir masala bundaq. Bizning Xitoy bilan bo'lgan mujodilamiz o'lim va qolin mujodilasi. Ya biz yengib yashaymiz, yoki Xitoy bo'lib o'limiz. Ya'ni Xitoy bo'lsak o'lgan bilan tang. Bizning Xitoy bo'lganimiz o'lgan bilan tang. Endi bu o'lish va qilishdan iborat bu kurashda biz ashunda radikal bo'lishimiz kerak. Hamma narsani inkor qilishimiz kerak. Chunki birisini o'chib qo'ysang, ikkinchisi keladi. İkincisini qo'ysang, uchinchisi keladi. Masalan, Xitoyninki Lazijanglarni ma'qul yesang bo'ladi desak, Fangbenmenlar kelsa, uni qo'yib qo'ysang, Laugenmaga kelsa, uning bir yurish narsalari bor ketadigan. Ya biz Xitoy emas, sening bir narsani yemaymiz. Deymiz, o'zimizniki deymiz. O'zimizniki chet ellarda yo'q. To'g'ri. Unda bo'lsa biz turayotgan davlatda tamoqlar bor, shuni yesak bo'ladi, uning halol qilib yesak bo'ladi tamoq deganni. Masalan, agar faqat tamoq topolmasak, o'zimiz yashayotgan davlatdagi milliy tamoqlarni shu saladigan go'shtni chiqarib o'zimiz halol go'shtni pishirsak, Uyg'ur tamoq bo'ladi u narsa. Nima uchun Xitoynikini yeymiz? Chunki bu shu dedim abay, ko'nib qolgan narsa. Uni Xitoyning ekanligini bilsimi? Chunki bunda bir narsa bor. Shu ahlat yemeklik degandan keyin men izinib baxtim, o'rtaq bir aloyidagi xumo qildi ekan. Bu Uyg'urlarning milliy xumori bu. Bu milliy xumordan chiqarmak unda oson emas. Dedim bu bütün insonlarni xumo qilib, yemasa turolmaydigan, xudlik tomoq chekadigan, oq chekadigan odamlar qilayotgan narsa bu. Shunga
buni inkor qilish uchun, Hmm. buni rad qilish uchun insonda jasorat keldi. Ondan buning uchun bir radikal keskinlik dedi. Men Xitoy emas, bu Xitoyningki naslarini rad qilaman degan bir radikal iroda, keskin iroda, yo'q, la ilaha illalloh degandek, la degan yo'q degan gap shu. Yo'q, men Xitoy emas, Xitoyning yemekini yemayman. Men Xitoy emas, Xitoyning bil yashamayman. Men Xitoy emas, Xitoyning bosqinchiligiga rozi bo'lmayman degan bir radikal iroda bo'lishi kerak, bir keskin iroda bo'lishi kerak. Hozir esimga bir narsa keldi. Shu Turkiya Cumhuriyeti qurilgan chog'dimi bir shapka qonuni chiqqan. Shu chog'da asli shapka qanday normal shapka, masalan dinimizdami halol haromligi yo'q. Lekin ashlar inglizlarning ya da fransuzlarning dayatdi demek zo'lagan shapkani taqmaymiz deb isyon ko'tardi masalan. Albatta. Bu ashma bir xil ashno o'xshatiman shu. Masalan sizning yozgan Mesela bunda, eğer biz Xitoy bilan qo'shni yashayotgan bo'lsak, biz bir davlat, Xitoy bizga qirg'inchilik qilmadi. Masalan biz Turk deylik, biz Turkiyaga biz o'zbekmiz. Xitoy bizni tajovuz qilmadi. Bu ahvolda men bu gapni demayman. Chunki o shaxsning ishi u, insonga yer berib, Amerikalik va insonga shaxsning ishi u. Chunki sening hech nimani cheklab, sen zulm qilib, sen qirg'inchilik qilib, seni bu dunyodan yo'qday demayotidi. Shu uni har qanday shaklda o'xshamagan madaniyat ko'nib qopti men odatim xumarni basay. Desi bo'ladi. Lekin bu xumar poyishning xumari. Hozirgi xumarchi. Men deb qo'yay. Biraz ashun yo'ritib beramsiz poyishning xumari deb qapsiz xalqimiz tushunsin. Chunki bunday gapchi. Men albatta miyadagi gap. Sizning men ilqi bilan qaytib olay aka. Sizning yozmalaringiz men tushunaman nurg'un insonlarimiz uchun, lekin yana ko'pincha insonlar yerim tushunib olib, yerim tushunmaslik da qarorini berib, shunga har xil yangi hukm chiqargan sizning haqingizda. Shuni bir sal yo'ritib bergan bo'lsangiz. Masalan, bir odamning g'ururi badan tajovuzga uchrasa, shu odamning birinchi inkosi qarashtirish bo'ladi. Qarashtirib, tepidi, tishlaydi, uningga hech bo'lmaganda g'azab nafratni bildirdi. Agar g'azab nafratni bildirmay, uningga ko'nib moslashib bersa, shu bu xumar poyishning xumari bo'lgan bo'ladi. Bosqinchilik degan shunda bo'ladi. Bir millat bosqinchilik uchragan chog'da zemini besiladi, keydin g'urur besiladi, dini besiladi, e'tiqodi besiladi, tadriji qanday bo'ladi? Bu ko'nidi. Shunga ko'nganlikdan berganmi xo'shal, boshqami xo'shal. Subhanalloh. Shunda bo'ladi. Şuna Xitoyning hozir qaranglar, Xitoyning Uyg'ur qizlarini tashviq qilishi mush bosqinchilikning bir shakli. Xitoyning bu Qashqarga Oppoqo'ji mazrini, Iparxon mazri qilishning sababi shu nima? Sen biz seni besib olgan, qizingni besib olgan biz. Chelonxon sening qizing Iparxonni besib olgan. Biz seni besib oldik deyapti. Bu insoniyat tarixidagi insonlarning eng qarshilib kelgan narsa Troya urushi, dunyoga mashhur urush. Nim bo'lgan bir ayol. Shu ayolni ba'zi bo'ldi Troyaliklar, Spartaliklar qanday qildi? Shu bir ayol uchun urush qildi. Endi Nuzugum masalasiga kelaylik. Nuzugumni ba'sak bo'ldi. Ba'may urushdik. Bizning 31-yillik isyon qaraylik. Millo Uyg'ur Shabrik isyon, Xo'janalarning isyoni qaraylik. Shu yerda Solih Durg'unning bir qizini Xitoy olimiz deganlik uchun Xitoyga ba'maymiz deb bo'lgan inqilob bu. Bu bizning inqilobimiz ya yaşayımız ya ölümüz bir yerde. Ya red qilamiz, ya moslashimiz. Ya yengimiz ya yengilimiz. Unda oturduk şunmaydı bir yerde. Hem xotni o'lima, hem sen qarashtirib, unda şunmaydı bu dünyada. Sizning inkasingiz men ham beklagan chog'da shu maqol ikkinchisini bo'pmi tushunib bergan chog'da birisi yozibdi, masalan, buning qanday qaraysiz sizning inkasingiz og'imba? Mencha bu bek ishib ketibdi. Biz mu O'rta Osiyoda yashayapmiz. Hozirgidek mushi tetutqu yemek içmekning hammasi ilib chiqib setayotganlar ba setib olib biz mi yedik? Nimishqa shu narsaning Uyg'urlarimiz yasayotgan yemekliklar, ichimlik tamoq tetuqlari Uyg'urlarimiz yasagan hamma narsalar bor. Hamda hammani birlashtiriblam Xitoy oshiqligi, Xitoy suyidi, Xitoyni suyidi desa mencha bu sal oshirayotgandek bo'ldi. Ashling ustida paketdan sudimizmi Uyg'urcha xatlar bor.
buni musha inkaslarda ras Uyg'urlar chiqaramdi yo qanda bu haqda nimangiz bormi? Asli bu Xitoyninki axlat yemaylik masalasiga men burun diqqat qilmabdi ekanman. Mening bolammi yo'q. Men o'zim Xitoyning shahrida, Beyjingda boshqa shaharlarda 10 yilda ishlagan. Ben bizning vatanda kelib uzoq turib boqmagan. Undan keyin Amerikaga ketdim. Amerikadan kelgandan keyin kelsam, bu mening bolam yeyotgan yemeklikda 20 yillikdan tortib bir so'mgacha nim bor ekan. Xitoyning yemekliklari bor ekan. Uni balla allaqachon yeb ko'nabdi. Shuning bilan men bolamga yema, qizimga yema desam, hamma bola yeydi ekan-ku dedi. Shuning bilan men bir tekshirib boqay deb bu yemeklik masalasini. Xotanga bordim janub tarafdan. Bizning u sharq tarafdan nimaga Oqsugacha bordim. Oqsu, Xotan, Atush. Uch yan tekshirdim. Tekshirsam bu shu yezilarda butunlay umumlashgan ish ekan. Hatto buning bir o'rtaq bir bozori bor ekan. Ondan shu Xitoyning axlat mahsulotlarini, axlat yemakliklarini taqtidigan. Ondan buning har qaysi yezilda birdan kentida birdan dukkani bor ekan. İsimli konuşacak o dükkanın ismi Nongja Çavuşuğu değil mi? Aşağı bir Talla Bazarı'nın ismi var. O bir ortak şirket. Şu şirket top bazar arkalık her kayısı kentlerden gelgen küçük dükkançaklarga onu taktı diken. Yani bu nereden geldiken? Planın hemisi Xitay'dan geldiken. Ben şu çağda ballığa bunu hey karanlar. Bu 50 yıllık teyyacık bulmaydı. Bu unun kilosu necip ol. Bunun hemmisinde bir xatar var. Dep bunu anlatamadık. Anlatamagan için ahire biz bunu nimelerge şu her kaysi yurtlardaki bizim fidakar ballağa bunu biz mescitlerde nime kıldık. Digizdik bununki. Şu bizim ölüme alımdık digizdik. Şunlar bir yerde biraz netice buldu. Lekin ne için karşılıklı çıkıldık. Kanda karşılıklı ise bunu topta kattıkça Xitay boğan bilen paç etibat kalının hemimiz Uygur eki. Bu şunun bilen bu yerde neçi men Uygur'unki menfaatini takşir eki o. Şunun bilen biz bu yerde bir besim oluş geldik. Nemin besimi? Hükümetin besimi. Birisi sen halal haram deyişini bula nemige takıp koydu. Eserbilik takıp koydu. İkincisi bu her kaysi yazılağı tahtlıgan dükkan namratlıktan kutulduruş degendek bir kalpak bilan kıldıgan gepke o. Şunun bilen bu devletning Xitoyning devletning siyosati qashqandan keyin biz buning oxirini qilamadik. Birisi xalqimizning nafratiga qoldik. Sen bu şu Uyg'urlarning dukkanini, Uyg'urlarningki tamoq qachsin chaq deganda. Ikkinchisi Xitoyninki gumonini qo'zg'adik bu yerda. Hatto mush ishni birga qilgan og'aylarimning hozir birisi Turkiyada, birisi Angliyada yashayotdi. Yani yenip chiqishga majbur bo'lgan. Men bilan birisi mendan burun chiqib ketdi, birisi mendan keyin chiqib ketdi. Ondan ben bunu Türkiye'ye kelgandan keyin faqat xiyolima keltirib qo'yapman. Ya'ni Uyg'urlarning bu Turkiyada yo chet ellarda Xitoyning mollarini yeydiganligini faqat o'ylamabman men bu narsani. Bu qitim Turkiyada bir oy turdim. Turgandan keyin qizimni Safaköydagi Hira Uyg'ur maktabida o'qitdim. Shu vaqt qarasam bolalarning qo'lida ko'rdim. Qarasam dukkanlarda uni setib o'tibdi. Shunda erkin ozoda hech tantirash, ansirash degan narsa yo'q setib o'tibdi. Shuning bilan buni qo'pib bu narsani xato deb yozdim. Yozgandan keyin men aksicha bir nima o'ylagan buningki. Shu dukkanlarga haqli bir kirib Xitoy mollarini ko'ydirami yoki bir zo'ravonlik masalasi chiqami deb o'ylab bu tarafini o'ylagan opli men haqli terrorlik tashviq qilgan ko'pmi qolamanmi deb. Lekin aksicha buning bu jihat masalan ular Uyg'ur emasdi, uni sotqanlar Uyg'ur emas, og'il Uyg'ur emas. Hey, mushundami deyaldinglar qaranglar. Hey, arablar agar mush Xitoyning axlat yemakligini yeydigan bo'lsa, shu dukkanni arab ochmay Uyg'ur ochamdi. Agar arablar Xitoyning axlat yemakliklarini oldigan bo'lsa, shular amroq bo'lsa, bu dukkan Chapog'i ichilmay, yo bu dukkan Taksimga ichilmay, bu dukkan Esenyurtga ichilmay, bu dükkan Araplar köp yer geçilmay, Uygurlar bayağı geçilemdi. Muşu gepnimi diye aldыңlar. Yani bu Uygurlar kıygan emez, kirgen Uygur emez. Muşu gepni digen adamninki, ben digenlerninki, digen bir topninki, akladığımı guman kıp kaldım. Yani Xitaylı deklam kıldı da bu iş. Yani Xitaylı hazır kandap
irqiy qirg'inchilik qilmadik. Bu nima qilingan Uyg'ur emas. Bu u emas, bu emas. Shuni bu Xitoyda nima farqi bor? Ya'ni Məlağlıdakı Xitayning belini, Xitayning ahlat yemayligini to'syanmaysan. O'zingning Uyg'ur qo'shniningki setayotganini to'syanmaysan. Yeyotganini to'syanmaysan. Endi uni arab deb qutulmoqchimi? Shuni tuyoqsiz arab bo'lib qoldimi endi? Manda nomussuz kesimi bo'lmaydi, lekin ba'zilarga bo'ladi. Chunki ularning nomussuzligi uning kimligi bo'lgandikan. Demak siz o videoni siz planlab artistlarga pul berib chiqargan videolar emas, ha? Bu nima o'xshab Happy Dancing Uyghurs ananikinligi bo'pmi muxbirlar kelgan chog'da ba'zi Uyg'urlarga pul berib kirib masjidga namoz qil degandeklar. Ashuni bu propaganda yana bu chet elda yiqyotidi degandek ashta o'ylab qoldi-da. Silabay degandek agar buni masalan bu Xitoy qilsa mundaq qildi. Xitoy qilsa qanday qildi desa, buni aksicha Xitoy qildi. Bu tashviqotni qanday qildi desa, mana Uyg'urlarni qirg'inchilik uchrayotdi deysizlar. Uyg'urlar qanday qirg'inchilik uchraydi? Chet elga chiqqansin bizning mollarimizni seg'inib kelib yeyapsa. Chet el bizning melimizni cheklamay turibchi, bizning melimizni qo'g'dayapsa, sasinim bo'libdi. O'tirasiyada ilvatimiz sasinim bo'libdi. Hamma yerda ilvatimiz sasinim bo'libdi, yesaknim bo'libdi deyapsa. Ya'ni asli bu tashviqotni Xitoy qilsa bo'ldi. Xitoy mush filmga kelib qaranglar, men Uyg'urlarning millatga aytmoqligi tushuntirishini ikki ayrılanmaslik deganni, biz Urumchida mahkam qilyaptik, Uyg'urlar ananing dadasiga chaplashib ketdi. İstanbulning Safaköy, Zaytinburni chopdimi, Uyg'ur Xitoy chaplashib ketdi. Xitoy chiqargan molni ko'rsa, o'zini tutulanmay, do'kondan chiqolmaydi. degan narsa Xitoy foydalanib kelsa bo'ldi. Xitoyningki balkim atog'in foydalanib qolar. Ham yana birisi foydalanayotgan tarafimi bor. O tarafini keyin deyishimiz. Silabay degandek, mushu do'konlar, mushu Xitoy mollari setayotgan do'konlar asos chatan Uyg'urlarning rayonlarda, Uyg'urlar to'plashgan yerlarda ichyotidi. Buning Xitoy istixboroti bilan munosabati bormi sizcha? Buni Xitoy istixborotla munosabati bor. Birisi Xitoylarningki men mush vaqtchi Turkiyada 5 Uyg'ur bilan ko'rishgan. Buni Xitoy istixboroti ishlagan Uyg'urlarningki. Ashulning hammasiga o'rtaq berilgan taklif Uyg'urlar to'plashgan Zaytinburni, Chapa, ondan bu nima Safaköy degan yerda do'kon och. Oshxona och, do'kon och, telefon do'kon och. Mushta do'konlarni och. Buning pulini biz beramiz. Pul tepish majburiyating yo'q seninki. Degan narsa bu birisi. İkincisi bu Türkiye'de emas. Dünyada Xitoyning manda bir Xitoy kompartiyasining bir diplomatiyasi bor. Food diplomacy deydi buni. Tamoq diplomatiyasi. Xitoylar shu tamoq diplomatiyasini qo'llanib, har qaysi davlatlarda Xitoy oshxonalarini echib, shu orqali shu davlatdagi yuqori qatlamni Xitoy oshxonalarida qo'lga keltirib, ondan ularni United Frontline birleksep orqali ağzını açmaz qilib bu bir taktikasi bor. Ya'ni bu Xitoyningki chet ellarda oshxona ochqizish, do'kon ochqizish, shirkat ochqizish degan narsa Xitoy taktikalarining birisi. Abiyamki bir savolni unutib qolibman men demakman. Men mayliqi O'rta Osiyoga kelyapti, elayotimiz. Bunun Uyg'urcha xati va Uyg'urlar ishlabdi, to'g'ri. Lekin Uyg'urlar ishlabdi degan biz vatandimi pash qilayotgan bir reallik. Uyg'urlar ishlayotgan gap yo'q. Faqat Uyg'urcha xat yozib, o'xshash Xitoyda ishlagan zavod, o'xshash Xitoyda ishlagan tetitqo, o'xshash Xitoyda ishlagan ahlat yemayliklarga faqat ustiga Uyg'urcha bilan xat yozgan. Lekin zavod degan yerga qarasanglar, zavod adresi yana Xitoyda yoki zavod adresi yo'q. Zavodning nada, hatto biz izlab chiqqan. Zavodning nada, desak zavodning nada ekanligini deb bermaydi. Ularning hammasininki faqatlam to'g'ri Uyg'urcha xati va to'g'ri Uyg'ur bolasi dedi, to'g'ri Uyg'ur bolasi foydalanadi. Lekin shu Uyg'ur bolalar Xitoyning meliga Uyg'urcha marka chaplab, Uyg'urlarni aldab setyapti. Biz faqat Xitoyning ta'minga ko'nib ketganligimiz uchun uni hissiyot jihatdan o'zimizni aldayapmiz. Uyg'ur satdigi, Uyg'urning oshxonasida yedimmi, Uyg'urning qo'lida yedimmi, Uyg'urcha xatlikni yedimmi deb. Lekin
Onun zavıtı, onun retsipi bütünley Xitayning. Yani men manda bir gap. To'g'ri, men oshxonada Uyg'urning tamog'ini yedim. Lekin Uyg'urning tamog'ini yegan bilan uning tetikqusi Xitoydan kelgan bo'lsa, men qanday Uyg'urning tamog'ini yedim deb o'zimni o'zim, ya o'zingiz aldasangiz bo'ldi. Lekin men sizni aldab qo'ya olmayman. Aldamchilik qilsam bo'lmaydi. Men Xitoyning ekanligini bilgandan keyin Xitoyning deb qo'yman, lekin yeversangiz, men Xitoyga oshnadim deb yeversangiz, uning hozir malımız yo'q, bundan keyin malımız yo'q. Aka, bu yerda bir telefonni qaytilmoqchi bo'lgan bir qarinishimiz bor aka. Bu shaxtda sal tushuncha tig'imi yaxshi bermoqchi inshaalloh. Bo'ldi qarinishim, ismingizni boshlasangiz, aningiz gaplaringiz, savolingizni alaylik. Assalomu alaykum. Nihoyat yaxshi program bo'pti. Men Habibullah. Habibullah izchil qarinishimiz shunami? Evet, doğru. Bu nihoyat yaxshi bir program bo'pti. Bu vaqtda mening o'zimga tushliq ko'z qarashim, tajribalarim bor. Mush programning bahonasida buni bir o'rtoqlashay dedim. Endi bu yemeklik sohasidagi bu mehnatchilik bizning vatandami boti bu. Şu bir qism odamlar buni ta Turkiyagacha ko'chirib akyapti. Faqatla men bu yerda ortiq gapni qilmayman. Asosli demoqchi bo'lganim, Uyg'urlar masalan tunji qatam shu Uyg'urlar korxona, shirkat qurib, shu yemeklik tijorati bo'lsin, girim buyumlar tijorati bo'lsin, musada Xitoyga olib ular veytojagun qildik deydi bular. Mahsulotning markani angoldirib, mahsulotning o'zini Xitoyda ishlatib, Uyg'ur jamiyatiga milliy mahsulot deb setib, xalqning hissiyotidan foydalanib pul topadigan ish bu vatanda bir mezgil nihoyat ig'ir avjib ketgan. Hamda xulosa kelsak, shu uningdan keyin bir qism korxonachilarningki boshlamchi bo'lishi bilan oldidan mangan bir qismlar oldi bilan shu ishlab chiqarishni nima o'zimiz qilmaymiz, o'zimizning pulni o'zimizdan xalqidan topadi ekanmiz. Nimişki bulağa biz halal pakiz narsani yedirtmaymiz deganni asos qilib Xotandan boshlandı. Oxiri Urumchiga keldi. Nurg'un korxonachilar zavod qurdi, shirkat qurganlar zavod qurishga yuzlandi. Bu jarayonda mushaylik ishlab chiqargan narsalarning tarkibi, halol haramligi bo'libmi shu 2014, 2012, 2013 mush vaqtlarda nihoyat avjib ketgan halalmi, harammi deb surishtirib yeydigan. Uyg'ur korxonachilarmi shunun qarab yuzlangan, ya'ni xalq javob berishimiz kerak. Buningda da ishlab chiqargan narsamiz halalmi, harammi, tarkibi qandoq deydigan. Hamda men o'zim vatanda oldi bilan choychilikdan boshladim ishimni. O'zim shu kasbni o'qigan. Kasbimiz choymi hisobda Xitoyninki yemek-ichmek qonuni bo'yicha bo'lgan vaqtda yemeklik turining bir tarmog'iga kirdi. Onundan başqa hamda bu jarayonda o'qish jarayonida nurg'un narsalarni ko'rdik, o'rgandik. Xitoyninki shu hozir o'kini Abduvalliniki chiqargan rasmlarni men ko'rdim. Qarsam Xitoyning Shangbalang degan markasi turdi. Onundan başqa yana nurg'un narsalar bor ekan. Odatda normalda bir yemekni anglag'uvchilar aniq anlayolsin mushni tayyor yemekni bo'libmi ashunda pishirilib, yog'da pishirgan yoki suvda pishirgan, ashunda pishirilgan yemekni ya'ni. Bunda saqlash muddatini 2 yil, 2,5 yil, 3 yil yoki 1 yil unda uzun muddat saqlash uchun buning chuqum nurg'un kimyoviy narsalarni qo'shish to'g'ri keldi. Ama birinchisi. Ikkinchisi bu tarkiblarning ichida emulgator deydigan bir narsa bo'ldi men sizga deb beray. Boshqa anglashlarni diqqat qilib anglab olsin. Bu emulgator degan narsa Xitoyda faqat Guangdongda Yahudilarning ochgan bir zavodi bor. İsrailga mablag' solib ochgan bir zavod bor. Ular Yahudilar koshar belgisi deb o'zininki Yahudilarninki o'zininki halol belgisi aşından quturib bular nayta shu akirgan zavodga akirgan qalining so'ngaklaridan tortib
hamma narsaga o'zi kontrol qildi. Genellikle kuşxana deymiz-ku, qassobxona. Aşağıdan hatta qaysi qassobxonadan oldi, başdan başlap bular her bir sistem bilan to'xtam tuzib qildi. Bunda zavodda demakchi bo'lganim Xitoyda musulmonlarning yeyishiga mos keladigan emulgator ishlab chiqaradigan zavoddan faqat bir sili bor men sizga deb beraman. Wow. Ammo ko'p dunyoga emulgator import qiladigan eng ko'p zavod bor davlat yana Xitoy. Bunu asaslıqı Xenanda ishlaydi. Xenanda, ondan Shandong tarafda, bulib Xenandanki Dangtao degan yerlarda aşağı men berib ko'rgan buni. Bu emulgator asaslı materyali mushu Abduveli bildi. Mesela mushu vatanda yeza qishloq mengab Xitoylar so'ngak oldi-ku Abduveli. Emulgatorniki asaslı materyali masalagida. Wow. Birinchisi, shunga bu uzoq saqlash uchun itilgan bu narsalarninki tarkibida bu narsa buldu. Canım qarindoshlarim, vatanda 2009-yili Uyg'ur yoshlarniki nurg'unlari Xitoyning aroq tamaki do'konlariga o't qo'yibdi, urdi, chaqdi. Buni qildimi? Qildi. Nimishqa shu g'azab nafratimizni ifodalab qildi aşağıda. Endi chet elda erkin dunyoga chiqarib olib, yana shu Xitoyning chiqib qo'ygan po'qini yemisanglar kuninglar o'tmanda unda qilmanglar. Ma birinchi deydigan gapim, ikkinchi deydigan gapim Shangbalang, ondaki shunga o'xshaydigan ochiq temilar bor. O ash do'konda yana baka rasmni boshqalar avatdi men ko'rdim. Bu narsalarni nimadan ishlaydi desangiz, oddiy bir qisqa bir narsani deb beray. 2015-yili Urumchininki Tushuktam, ya'ni Sanfango deymiz, Tushuktamda tog'ning to'pida bir Xitoyning zavodini saqchilar rasmiy bosqin qilib tutdi. Aşağı tutqa vaqtda şu Tushuktam saqchixonasida Aygul deydigan bir qiz bordi. Shuni olandiki bu bizning zavod bor rayonlarga mas'ul. Kelib babi bol tunuyga mayat bir Xitoyning zavodini tutdiq deb tekshiruvga kirib shu gapni deb nima bo'pti desam, el oshxonalarning aqlatini akilib el ballar yeydigan ochiq yasaydi ekan bular. Bu oshxonalarning aqlati Xitoy oshxonasidan keldi, Uyg'ur oshxonasidan keldi. Aşxonada tökkan elik yapılanmagan, eşip qalgan tamoqlar var-ku. Şu tamoqlarni to'ng-to'nglab qachilab yig'idi Urumchida qarang. Buni oldi bilan yig'in ayrıydı, bular yig'ini pishiqlab tozlangan yog' qilib, achiroyli marketda jozig chiqarib uni sotadi. Uni bir qatim yeydi, bizdan ikkinchi qatim ondan cho'shqininki, to'ng'izning, eshakning hamma nemining shu yo'ga shu yong'o eliki chorpu ketgan. Aşnaslardan elip pişiqlab işleyen açık deydigan elip biz deymiz. Lampon rampez yegan üstüde elip menjanda bir narsa qo'ydik. Aşdan o'xshash bir açık deydigan narsa bor. Aş do'konda baki aş narsa. Wow. Aş narsada tatib aşdan narsada ishlaydi qarindoshlar. Biz chet elga voy biz chet elga chiqib ketamiz. Xitoyning zulmidan qochib chiqdik. Xitoyda namoz o'qib qo'ymaydi, Xitoy dinimizga erkinlik qilib qo'ymaydi, o'zimizning milliy kiyimini kiygilib qo'ymaydi deb nurg'un sabablarimiz bor chet elga chiqqanlarniki. Ammo chet elga chiqib Xitoynikini yemisingiz turolmaydigan qanday sababingiz bor men bilmadim mani. Rahmat qendishim. Ağzını tatib afiyet bo'lsin deylik. Askartik qo'ydigan narsa bir narsaga shu videoni ko'ruvchilar kiyim bo'lsinmi, anglag'uvchilar bo'lsinmi diqqat qilsa, Fogoninki yalqazon sho'rpisiniki tayyor tanshaklik tetitqusini akirib shuni sho'rpa qo'yib ishlatadiganlar borki. Bu Turkiyada asosan umumlashib ketdi bu. Taksim verip Xitoyning do'kondan akab ishlatadiganlar borki. Birinchisi Fogoninki tetitqusi Xitoylar Dilio deydi. Yandikin mavo qo'rim tamoqlarga ishlatadigan dubanjang deydigan bir narsa bor. Endi bu yerda deydiganim bu Xogoninki bu Diliosi tetitquning o'zi qishmiyaz xaltasida tutsangiz su yo'q bu narsa. Chunki nima ish qilganini bilamsiz? Su yig'i ishlatilmaydi uningga, chuqur hayvonot yig'i ishlatilishi kerak uni qo'rg'ab vaqtda. Bu Xogoninki o tetitqusi chuqur cho'shqa yig'i ishlatildi. Çünkü nima ish qiladi desangiz, Haydo shirkatidagi Yasinjon bilan
biz muşu ogonun tetkikosunu evvela biz muşta tanışmak şutuk, muştan bir akıl görsesler, siz yemeklik kesmede okuyan hep ne kanlıkta Yasincan bilen muşnes doğruluk biz nurgun izlengen. Hatta Sichuan'daki çoğun bir okanısı var, aşağıya berip körüp kelgen ben. Benim bir ağinem batı, Şiyan'daki Donfang Meyşi'ye degen de okuyan bu bala. Çoğun aşpazlık mektebide. Andikin bu ahırkı işkicilik nimesine şu Sichuan'daki yüzneçilik okanda bir tanlık okanısı bakya. Aşağıya berip gitti. Bu dedi ki adaşma her gün kulumga haşo peleki pişlavatımı ettigenden keşkece aşık ogonenki dilyavsını koruydu kenmez. Bunun hemmesi çoşkunun kelekte tepsizki bir gariş yağını aşını işletildi ki de başladı geldi. Bunun başka usulda kıgıl bulmam diki adap noksak mesela koyunun yağı da kısınız buldu. Koyunun yağı da kırınız puraydı paran. Şunda şorpu koysanız köydügen koyu puraydı. Bunun purukunu yoktanmaydı. Onundan başka kalın yağı dişletkenli var. Bununki hazırda aşık Xitayning emdi demekçi oğlum gap şahlap ketmesin market satqan aş suyu qatatki tetqini keltirish uchun faqat va faqat g'ozning yağı bo'ldi gap qarang halol jonivorda. Yoki cho'chqaning yağı bo'lish kerak, g'ozning yağı bo'lish kerak. Tushundingizmi? Endi biz unda halol qilib unda yigizgida Xitoy bizim uchun boshqa turib Uyg'urlar musulmon, chet elliklar musulmon bular halol yeydi deb bizim uchun o uncholar minglab millionlab g'ozni o'tirib uning yig'ida xogoning dorilarini tayyor qilmaydi u bizga. Ma aqlimizda bo'lsin. Ashtan narsani tayyor epiydiganlar mushtan narsalarga qattiq diqqat qilsanglar. Xitoycha o'qiy olganlarda qarab baqsanglar bo'ldi. Mahsulotning haqida birisi emulgatorda bir narsa bor. Lekin masalan puroq ishlatadiganlar bor ba'zi narsalarga. Puroq qatadigan vaqtda shu puroqninki Puroq bu uçucan narsa var. Bu alaqı ma'lum mezgildeki uçqa va tusa yoki nimsa bu taqab yo'qolib ketadi adam. Ayttirmi shunda. Buniki shu alaqı yemeklikka bir narsa ishlatganda buni turoqlikni saqlash shu narsaniki shu ishlatilgan yemeklikda puruqining uzun muddatgacha hatto shu xaridor shuni iste'mol qilguncha davom qilishini saqlash uchun oshnog'imi cho'shqining jigardan ayirib olgan bir narsa bor. Oshni ishlatadi qarang. Biz bu hem sahaya bu bulup mu? Muşu yemeklik sahasideki muşu temten şu göç tetkiko, muşu yemekliklerin terkibini turaklaştırıcı, muş maddelerinin içinde ben bundan sonra 15 yıl ömrümü verdim. Çünkü bunu beş koldak bilinmez. Ama ikinci de koyduğun gibi bu. Üçüncüsü andaki bunun devite yemdi. Muşu Ondan başka mesela şu Xitay'nınki chet elga eksport qilgan konservalar var. Mesela nelik tomato deb qo'ydi, nelik tomatoniki hozir Xitoynizniki mesela nelik ketchup var. Şu ketchupniki mesela Xitoyninki çok tunglarda eksport qilganlar var. Ben müşahidim ko'rdim ba'zi marketlarda, Madain China'da. Mesela bu narsaning tarkibida şu emulgator qo'shmasi bo'lmaydi. Çünkü bu turaqlashtirdi. Mesela bu emulgatorning asas rol nima desangiz birisi bir narsani kapsulga ishlatgan vaqtda kapsulning tashqaridagi moddaniki kapsulninki shakllanishida moddani turaqlashtiradigan narsa asosli roli. Bu birinchisi. Ikkinchisi meva konservatsiya. Bu shu tamtamshuvchi konservalar mesela mushxildagi narsalarda bu suyuq bilan quyuq aralashgan narsada ya'ni buniki ma'lum mezgil o'tgandan keyin bu narsa agar ishlatilmasa cho'pi ortiq cho'kib olib suyi ustiga chiqadi odam. Ma konservaning mesela üzüm konservasiya deylik. Üzüm konservasiya degan bo'lsak üzümleri ortiq cho'kadi, to'piga andikin suyi suyi boshqa bir yerda laylab ustiga chiqib qoldi. Tushundingizmi? Bu narsa muşta turaqlashtirishga ishlatildi. Shu muşta ağa vaqtda aşnasiga bak diqqat qilsanglar qarindoshlar. Biz halol yeymiz. Üzümimizni Xitoyninki zulmidan qochdik, uni qildik, buni qildik deb nurg'un sabablarimiz bor. Avay degan chet elga chiqib shu Xitoyning puqini izlab so'rab Xitoyning ochiq suvi, jangyusi aşnasini yemiz turamaydiganlar bor. Ondan keyin ochiq suv, jangyu masalasi kelganda, mesela Yaponiyaniki bor.
Xitoynikini olmasangiz, faqat shu narsani yemasangiz turolmaydigan bo'lib qolsangiz. Ashdan qarab, halalmi, veganmi, masalan, vegan deb xatlar borlar bor. Ashdan diqqat qilishinglar kerak. Chunki nima qilsangiz, ochiq suv bilan jon yo'g'i ishlatiladigan narsa, masalan, shu bu yolg'on gap emas. Satrashxonda yig'ilgan choshlar bor Xitoyda. Aş çaşlar Xitoyda ishlatiladigan eng chong ochiq suv zavodi, jonyu zavodiningki eng asosli xom materialning birisi ichiga ishlatiladigan neylik tarkibi qo'shilgan moddaning biri shu. Allah razı olsun kardeşim. Yani afiyet olsun demdik, sınsın demdik. Allah belayını yani subhanallah ya kanda yani hakikaten muşu siz şu alanda muşunim işlepsiz. Belki siz bilen ayrım bir texim çoğunlukla kiremiz bu timde. Allah razı olsun Hazretin. Biz söhbetimiz devam kılaylı. Rahmetçimu. Hazır ahırda fakat kısa bir narsani desem, Ya. biz mutlu aş dükkanı kivatqa adamlarni eliq narsalarni men ko'rdim. Bular bizden taqvo, bizden bak musulmon aş adamlar men sizga dey. Aldığı basap bizni yaratmaslık mümkün, pasık deyişim mümkün, kapır deyişim mümkün bizde. Aldığı elini dedik o. Hem de bu yerde demekçi olan gap. Aş adamlar aş izlep qoğullar yürüp ömrüde neçik kilo çoşkunun yeğine neçik kilo deyimi adamdan çeçiniyeydi bunu Allah yüz buldum. Birincisi, ikincisi İslam dininde bir adam arak konusu, arak temisi de manda bir gap var. Arak toşuğucu, satqıcı, şunun sorunu hazırlap bergici, hemmisi günah adam. Şunda mı? Doğru. Onu şu adam özü içidi, özü kıldı. Hem de mayada çoğutsınız, Xitoydan akilib, çetel yaşavatqa adamlarning gelin bulgavatqa adamlar şu arak satqıcı bilen hiç qanday farkı yok ben sizga deb qo'y. Hatta aşçı adamlarninki geliga çoşqu güçünde çoşqunun yağlarını yetişip şu adamlar arak satqıcıdan meğer cinayaka. Tamamen katılmam kardeşim. Rahmet. Yana davamlı keyin ayrım söhbet qilamiz hamsajimu. Buldu ma'qul. Allah razı olsun. Buldu ma'qul. Rahmet. Aka, qanday o'ylaylar? Birisi şu yemeklik meselesinde Uygur'un tunji nayette muvaffakiyetlik bir kıygan işi var. Emniyet bunu kıygılıp bulmaydıgan iş emas. Mesela çay. Biz şu 90'ın yıllargacha Xitoyninki bir qora çayni işletidik. Hammalarning isida bo'lsa bir qish çay bordi, qora çay. Biz şu çayga şu kadar ko'ngan endi. Keyin bu ishni Abdurashid Barqi degan do'stimiz bordi. Hozir 13 yillik kesib etdi. Şu do'stimiz şu çayning manbasini aniqlash uchun şu çay zavodiga berib, o çayning ne kadar mehnat, ne kadar süpetsiz, ne kadar sağlamlık, ziyonli ekanligini aniqlab bir parça maqola yozgan. Bu maqola Uyg'urlarda bir dahshat g'ulg'ul qo'zg'aganda bu. G'ulg'ul qo'zg'ab oxiri qanday qildi desa, Uyg'urlar Xitoyning ash qarchaydan qutuldi. Xitoyning ash qarchayi ishlanmas bo'ldi amaliyotda. Bir millat agar uyg'onsa nurg'un ishlarni qila oladi. Ya'ni menimcha Xitoyning cheyini cheklaydigan Xitoy, Uyg'ur Xitoyning cheyini cheklab, onun Zarafshon choylari chiqdi masalan. Nurg'un yaxshi choylar chiqdi. Hatto nimadan choy keldi, Dubaydan choy keldi, Hindistondan choy keldi. Vay u Xitoyning cheyini ichmagan Uyg'ur o'ldimi? O'lmadi. Aksincha nurg'un choy korxonalari paydo bo'lib, nurg'un Uyg'ur boylar shakllandi. Endi Xitoyning nemisini, shu Xitoydan akilib yemisimi? Birisi yeydigan narsa onda Türkiye'dek yerde yeydigan narsanın türü yamancak. Türk mutfağı deyimiz, Türk mutfağı degan dünyadaki dağınık mutfak. O Xitoyning ahlaklarını yemisiniz mi? Türk'nin yeydigan halal narsa közünüzni açsanız da bak. Bu birisi. İkincisi, Xitoyning o narsasini yemisiniz mi? Özünüz etip yesiniz, uyunuzda yesiniz mi? Buludu o narsasini. Çokum Xitoyning şan balalarını işinin haceti yok. Yani nemedin yasagallıkın tayin yok narsasini. Üçüncüsü, siz yep, çatak eri, bir pak, masum çoğulup atkan ballağım yüzü atsız da. Bu üçüncü en xatarlık tarafı. Hem de biz bu özümüzden nefsidin keçenmeyi, Xitoyning milidin keçenmeyi, Xitoyning ahlaklardan keçenmeyi, bu adamlarga biz qanday qilib bular Xitoydan kechallaydi degan nimani chiqara olamiz. Biz da'vogarlar, biz deymiz, da'vatimiz
Ma halkımız müstakillik talep kıldı dep. Hey, man müstakillik talep kıldı degan adam iş yemisin bo'ldigan narsani yeyapsa biz qanday bo'lib ishonamiz? Qanday bo'lib ishonib, mush xalq müstakillik talep qilgan deb ko'rish qilamiz bular uchun. Hey, yemisin bo'ldigan narsa bu. Yemisin bo'ldigan narsani Turkiyaga kelib, chet ellarga kelib yeyotgan odamlar qo'pab biz qanday bo'lib Xitoyga qarshi deganni isbotlaymiz. Ya insonniki bir narsaga qarshi, bir narsaga nafrat ekanligini uning da'vatqandan, yeyotgandan, ishiyotgandan bilamiz. Uning da'vatqani Xitoyning gapi, yeyotgan Xitoyning ahlati, jirayotgan Xitoy bo'lsa, qandaylik Xitoydan ayrildi deyalamiz. Buni qanday deyalamiz? Buni qanday xalqning orzusi deyalamiz biz? Masalan, biz Xitoyni rad qilmayotgan bir millatni qanday qilib dunyoga bu Xitoyning qirg'inchiligiga uchrayotgan millat deyalamiz bu narsani. Ya, ertaga bu xabarni bir yozmasmi? Zaytunburniga Safako'ga borgan bir chet ellik muxbir operatorni ko'tarib kirib, lip-biliq Uyg'ur tug'anining ichida mollarning Xitoyniki buni qanday bo'lib bu millatni zulm uchirgan deb ishondira olamiz dunyoga. Ay bu nomus qilgan asli men o'ylagan mush xabar chiqqandan keyin do'kon chiqilib ketami deb qo'rqdim. Do'kon chiqilib ketami deb. Bu do'kon chiqilishi yo'q, men chiqilib ketib borman. Mesela miyaga mı bek qiziq, manga nisbatan qiziq da bir yorum tushibdi, bir inkas. Düşman Xitoyni qanday qilganda eng tez suratda vatanimizni qo'g'lab chiqaramiz degan temalar suhbat qilsak deydi. Ya bizning da'vat qilganimiz naq shu. Biz Xitoyning yemikidan voz kechamasak, biz Xitoyni vatanimizni qo'g'lab chiqarmoqchimi? Ya'ni mich kichikdan boshlashimiz. Bu kichik da'vat emas, sanki bu Uyg'urlarga bek cho'ngdek ko'rinyapti-ku. Biz mushuna kichikdan ishni hal qilamasak, vatanni Xitoyni vatanimizni qo'g'lab chiqarmoqchimi? Ya ma'ni o'ylash kerak. Abi gapni anladim. Inshaalloh bizning sababligimizdan, ya'ni nurun Uyg'urlar voz kechar bu ishdan, vallahi. İnşallah. Ma'nidan voz kechayli, andan keyin Xitoyni qo'g'lab chiqar. Ya'ni ikkinchi odamga aylangan gapda bu. Nasılda ishchimizda cho'shqib turib, ishchimizda shu pisliklar turib, Alloh tarafidan meleklar yig'idi bo'g'inni xohlaymiz Badr savaşidek. Asli bizga yordamchi bo'lsin deymiz. Bu tarz Uyg'urlarga melek yig'amda bu nihoyat qo'rqinchli bir ahvol bu. Sizlar boy degandek, ma'ni endi shaxsan mana 2023-8 oyda mana o'tirib qo'yapmizda. Subhanalloh. Bu kadar menmu bu tarz bundaq mallarning mandaq tarixda hozir bu 2023da setilayotganini menmu hiç o'ylashmadim. Bu ishlar tugidi deb o'ylab bo'ptimi? Ya vatanda bo'lganligi bo'pti bu Xitoy buni chekligini qo'ymadi deyli. Chekligini qo'ymadi haqiqatan. Xitoy haqiqatan halol harom desak tutdi bizni turmalarga soldi. Abiyam nima Yosinjon degan bir bolaning gapini qildi, tamoq mush yemaklik sohasida ish qilgan. Shu bolani kesibetdi qaranglar. Ey mush halol harom degan millionlarni odamni kesibetdi. Şunun qanday yuz kelamiz aşulaga. Ey milyonlagan adam yegan narsasining halol haromlikni arig'achqa o'zininki Uyg'ur tilimni so'zlayman degachga, "Mamining yeziqim, mamining tilim, mamining yemikim, mamining madaniyatim" degachga turmadi aytibasa. Qanday bo'lib biz shu turmuqqa qolgan kishilarningki shu hukumatning, shu kompartiyaning narsasini o'tirib yeymiz. Qanday satimiz, qanday yeymiz shu narsani. Men buni har qanday ba'zi narsadan to'g'ri tushungil bo'ldi. Balki majburlanib qolgandi deymiz endi. Lekin qanday bo'lib Uyg'urning ma'lis echilib ketgan Xitoy mollari va do'konlarini qanday bo'lib to'g'ri tushunamiz bu narsani. Ya'ni oladigan odam bo'lmasa, shu do'konni ochamdi. Shu do'kon 1dan 2 bo'lamdi, 2dan 3 bo'lamdi, 3dan 4 bo'lamdi. Yana bir qendishimiz telefon qilibdi aka. Bo'ldi. Qendishim ismingizni aytib, aningizga savolingiz yoki bu so'zingiz bo'lsa desangiz bo'ldi, rahmat. Mening ismim Erkinmiş. Şivisiye yaşayım. Tamam. Nimede men mana shu programmaga ne qilib o'zim ko'rgan bir ish bor edi, shuni deb biray deb nim qilganda, o'ziga bek umumyuzlik bir ish bu hamda. Tamam. Shu mening bir turmushim bor endi, hali hamda hisobda mayda taqvodor deymizmi, shundaylik tabiqlarga qatnashib yurib, besh vaqt namozini qo'ymay o'ta bir qilgan birsi ham hisobda.
o'tganda shu bir sot qildim dedi ya, işte degan so'radi, qanday sot qilg'iz bo'lsam, shu Amazon bilan sotdim deydi. Ondan keyin malakasiz malakadag'an mozornsam, ay Xitoydan kelsak bo'ladi deydi. Ondan keyin voy bu qanday gap ketdi, bu Xitoydan kelsangiz nima bo'ldi desam, Xitoy adam qilib bo'lsam, o'kanda degan bo'lsa, shu bütün mesela şu çetelin markaları var, made in China ki. Onda olan dikin hem de bunu kısak ne yaptı. Diken de kalıp bakıl. İsapta hem de bak deyimiz. Şunda alıp takvadar, eşkandak dinçat kinimizde eşkandak nimi yok. Hem de nimi yok alıp. Deyimiz bakıman yok. Şunda hem de nimcat hem de. Şunda alıp dikkat kılgan, aram boğamsında şunda nimde dikkat kılgan. Ama cihatte bunun fakat dikkat kılmadığıma hayran kaldım. Çünkü o üstüge bu xil ahvalda ben bir iki adamın kömür, xilcik adamın köydüm. Çünkü şunda alıp bulunma şu 5 takvadar ballar arasından çık görmem bu. Ama aşağı pek hayran kalığımız için takvadar durup 5 takvadar da hayran kalığımız şuna pek gerek yalçımız ki kendisine kaldık mı? Muşla bir ağır ahval geçiyor şu. Xitaydan biraz iki sattığa iş şu çetellikler bunlar diyor ki uygulanan özgür başlam kılırken şu ama Gollandiya'da bir şunda bir tanışım battı. Şimdi vatanda akılgan pul vattı da şu Xitaydan hem de mal bırak eklemegenden keyin Xitaydan da mal setip etmeye gep setip bak ekilmeye aşağıda da adam böyle katılmışlar kalmışsam arkadan devamlı kuvvet bu işi toklatmayacak. Valla bu kanda gibi gitti. Fakat bakın demek çok önemli bu işler bek bu müzik bu ketke işte geçiyor. Xitayda mal ekran başlayacak. Bu tepiş. Muşum hem de böyle bizdeki alaka tekrar koşuk geçtik bir işken de kaldım şu. Şöyle ortaklaşmak şey süptede gap kılışım. Rahmet. Rahmet sizge. Mushu gapmi değildi. Mençe Abduvali akamızmı qıtıldı. Birisinin saqılığa kiyim-kechak qarab turib, mençe bunu nim deymiz, judge qilmayli, nima hukm chiqarmayli. Çünkü saqal qo'yganlar, namoz qilganlar, yog'li cheksin, bizmi gunoh ishlaymiz. Ya'ni saqal qo'ysizlar melek bo'lib ketmaydi. Va agar niqob cheksizlar melek bo'lib ketmaydi. Inshaalloh hammamiz Allohning dargohida taqvodorligimiz texmi o'ssin. Lekin şu ister istemez biz mi hüküm chiqarib qoldik ekanmiz, lekin aman bor bu ishni qilmasak, palonchi kishilar 3-4 kishi mushuni qilib qapti. Lekin 21 asrda bu hozirgi mushu sosial media jarayonida qor kiyim yo'ginib turib ajab qilib qapti. Ey sen palonchi, sen saqal qo'yib turib qandasiga aşı ishni qilsa deb melek emas hech qaysimiz. Bizmi ammo bu shu Allohning oldida ama pak insanlar bo'lib turaylik deb yashayotimiz. Hatto sal temidan chetnab qolaman. Mushu men o'z aramda yaqinlarimdan masalan ama başta namazga, saqalga tashviq qilaman-da. Shunga ba'zilar qo'yib masalan işte men o'zimni tuzitib bo'lgandan keyin men aroqni tashlay yoki bo'lmasa men klubga bormay deb deyman-da. Men deyman, masalan shu harom qilishdan burun palon yerga berishdan bulun. Ya sen bir xubtanni bir o'qib et, ondan keyin qilsangmi qil. Bu munofiqlikka kirmaydi. O'ylab yiqinglar. Xubtanni qilmay turib hem qilmaysa, hamda u gunohni ishlaysa. Ya da xubtanni qilib etib ana gunoh, ya'ni en azından bir aşnığı bir ilk baştaki qadamlarni mangan bo'lsanda, shuning ammo bu shaqda bir judge qilmasak deb o'ylayman. Menimcha siz bu vaqtda qetilsiz aka. Elbette. Ya psixologa jihatdimi, masalan, shu balki namoz o'qish jarayonida uning qarori o'zgarib qolar. Balki shu bo'lar uningga. Men ashta gapni qilsam hayron qoldi. Bu aka men qanda xubtanni o'qiyman, aningizda chiqib gunohni ishlayverman. Lekin borgan sira asta o'zgaraysan-da qendishim deb gap qilaman-da. Shu endi birisi bunda bir narsa bu yerda. Masalan, odatda nima diqqat tortadi desa, soqchilar o'g'irlik qilsa diqqat tortadi. Soqchilarning o'g'irlik qilishi insonning bakrak diqqatini tortadi. Ondan doktorlarninki soxta dori setishi bakrak diqqat tortadi. Yoki doktorlarninki qassoblik qilishida endi. Chunki doktor degan onun butunlay qarshisi. Endi bu do'stimizning degandiki bu biroz diqqat tortgan nima desa, xalqida siz islomga oid kiyinib olgandan keyin xalqning sizdan yuqori bir orzusi bo'ladi. Bu odam bizdan pok. Bu odam Xitoyni bizdan bakrak rad qiladi. Bu odam Xitoyga bizdan bakrak qarshi degan bir orzusi bo'ladi. Endi shundoq kiyimdagilarninki shundoq do'konlarda
Şundaq Xitayning meni sotayotgan yerda, Xitoyningki ishlariga yordamchi bo'layotgan yerda ko'rgandan keyin u xalqlarning bakrak hayron qilishini to'g'ri tushunishga bo'ldi. Xuddi bu nima deymiz desa, nima qilib doktor kimniki qasab qilgandek ish amaliyotda. Agar u kiyimni kiymagan bo'lsa, xalq hayron qolmaydi. Ya'ni xalq masalan normal bir chashtiraga ochiq kirib bir Xitoyning mollarini olib qo'ygan bo'lsa, xalq bu aslida lashta qiladi. Bular Xitoy olib ketgan. Buni yog'liq matmaydi, palam pistan, niqobni qilmaydi, palam pistan shu bu Xitoy olib ketgan. Shu shunday qildi deb uni hayron qolmaydi. Lekin yüz ko'zni o'rgan bir odamni xalq hurmat qildi. Qanday hurmat qildi? Bu e'tiqodliq deb hurmat qildi. Unda bo'lgandan keyin uning e'tiqodga zid ish qilishi bakrak diqqat tortgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda balkim uni ilib-atqanlar hech kim butunlay musulmon qiyofatidagi yoki butunlay bu iymon e'tiqod jihatda kuchli odamlar yoki emas odamlar deb hukm qilinmaydi. U har xil odamlar kirdi, har xil odamlar oladi. Lekin buning ichida xalqning diqqat tortadigan aşağılıqı ko'rinishda islomiy qiyofatda ko'rinib, amaliyotda islomga zid ish qilayotganlar xalqning bakrak diqqatini tortadi. Shu sababdan bu qarindishimizniki, haliqi do'stiniki masalan 5 vaqt namoz o'qib, Allohlarni orib turib, Xitoydan malakil setishi buni bakrak hayron qoldirgan sabab shu bo'lishi mumkin. To'g'ri. Miyada Mirzo qarindishimiz bir necha savol yozibdi. Men birlam savolingni Alloh qarindishim. Bu yerda Uyg'ur oshxonalari Xitoy cho'kisini ishlatganiga qanday qaraysiz, Abduvali apandim? Amerikadagi ko'p qism Uyg'ur oshxonalari ochiqdan ochiq Xitoy cho'kisini ishlatadi. Men buni qarshi. Endi cho'k bermasak, bu bir oshxona biz uni cho'k ishlatmay bundan keyin desak, oshxonaga biz bir oshxonaga mablag' solmagandan keyin u to'g'rimaydi. Bu cho'kini Xitoynikini ishlatmasam, Koreyaning cho'kisi bor. Ondan Yaponning cho'kisi bor. Uni ishlatsa, menimcha Yapon bilan Koreyaning cho'kisini ishlatsangiz, bakrak pokiz cho'k ishlatsangiz, kishilar bakrak rozi bo'lishi mumkin. Vaqtni bir qapda savol so'rayotganlarmi bor? Emiyat bir telefon qilibdi, qaytdi. Akram Uyg'urxon debdi. Agar qayt telefon qilsangiz inshaalloh olaman. Miyada savol olmagan, masalan men o'tirg'a chiqarmagan boshqa gap so'zlar bormi aka? Shuni deb tursak. Ya boshqa gap so'z yo'q. Lekin bundaq mening hamda mushuni bilan oxirlashtirsaqmi bo'ldi. Tamam. Men har qandaq masalani Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu fojiada men o'zimizning ichidagi masalani o'zimiz hal qilsak keyin deyman. Masalan, Xitoy bilan bo'lgan masalamizni biz o'zimiz hal qilib bo'lmaymiz. Buningga chunki Xitoy dunyoga yeyilgan bir imperiya, butun dunyoga tirnoqlarini qora qo'lini yoygan bir imperiya. Buni biz dunyoning yordamisiz hal qilmaymiz. Shu bu masalaga biz dunyoga xitob qilamiz, Turkiyaga xitob qilamiz, Malayziyaga xitob qilamiz, Amerikaga xitob qilamiz, nurg'un davlatlarga xitob qilamiz. Endi bu Xitoyning axlat yemayligi masalasi bu o'zimizning masalasi. Buni dunyoga xitob qilib hal qilmaymiz. Buni Turkiyaga xitob qilib hal qilmaymiz. Buni Amerikaga xitob qilib hal qilmaymiz. Bir millatning o'zining masalasini o'zi hal qila oladigan bir iqtidori bo'lishi kerak. Biz shu iqtidorimizning borlig'ini isbotlashimiz kerak. Amaliyotda Uyg'urlar Xitoyningki qo'l ostida turayotgan vaqtda Xitoyning keyini rad qilib hal qila olgan shu masalasini. Ya'ni Xitoyning qo'l ostida turgan ziyolilarimiz, o'lima olimlarimiz choyni boyqut qilib shu masalani hal qila olgan. Endi bu Xitoyning yemaylik masalasi, hey, voy bu bizning mahalladagi bir ikki do'konning masalasi bu. Shu ikki do'konni paydo qilayotgandan esa bizning nafsimiz masalasi. Buni hal qilish har bir Uyg'urning intayin oddiy bir masalasi bu. Buningga qarshi chiqsangiz Xitoy sizni turmab qolmaydi. Lagerga olmaydi. Ota-onangizni kesmaydi. Bu biz qila oladigan ko'z oldimizdagi intayin oddiy masala. Biz mushu oddiy masalani qilolmasak, biz dunyoga o'zimizning irqiy qirg'inchilikdan qutuldigan, bu dunyoning razillik markazi bo'lgan Xitoyni mag'lub qildigan, bu dunyoga adolat taqdim qiladigan bir millat ekanligimizni qanday isbotlay olamiz? O'zimizning nafsidan kechirmasak,
o'zimiz yeyotgan xitoyning ahlidan kecholmasak biz qandoq qilib bu millat uchun vatan uchun jondan moldan kechalaymiz deb deyalaymiz shu gapni. Aka, eng oxirgi bir telefonni olay, andan keyin shuni bilan ipasak bo'ldi. Bo'ldi, qarindishim, savolingiz bo'lsa, so'zingiz bo'lsa qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Men Türkiye'den Ekrem Uygurxon. Mhm. Men bayamkı xatlarni yazgan adamman. Mubashshir Munzir Ekrem adres orqali yazgan adamman. Okay. Savollarni. Sizlar bu yani şu Xitoyning yemak isteyen yemasdan Xitoyga qanday taqobil tura olamiz deb. Bu hozir ichimizda uşaq masalalar bakjiq bizning hal qildigan. Uşaq masalalar chechimizdan jiq desay bo'ladi, masalan, Turkiyaning ichida uchun boshqa davlatlar, butun Amerika, Yevropa uşaq masalalarga diqqatimizni markazlashtirib olsak hozir bakjiq. Sizning o'lmabirim deyishgan, mening o'lyam birim deyish talash tortish o'tkitimiz. Bu mening o'z ko'z qarashim juma. Biz asosiy maqsadni Xitoyni qanday qilganda eng tez suratda shuningga taqobil tura olamiz deganga qarasak yaxshi bo'ladi. Mushu temalarda chiqarib suhbatlar bo'lsa yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki ul masala emas shu hozir Sapaköy'da, Turkiyada asosiy jihatdan Uyg'ur do'konlarida bir ikki narsa chiqadi. Boshqa do'konlarda hozir Madinchayna bir narsa bekjibku. Mislanga Uyg'urlar do'konlarida shu Xitoyning narsalari chiqdi. O endi chiqqan do'kon emas, yangidan ichilgan do'kon emasga, o men surishtirdim bu do'konni. Egilerini qanday odam ekanliklarini surishtirdim. Evet. Onu biz berib anımız biz desek biz xalqning 4 yil yashayotimiz emas hozir. Onunla birim deyish kerak. Ahvolimiz, sharoitimiz yo'qki hozir bizning. Satma qanday qila olaysa desa, tamam deb qo'yib kessak bo'ldik. Bo'lmasa ashning aytishib zihnimizni Xitoyga qo'yib uşaq ishlar bilan aytish yursak bo'ldik. Ama efendim içimizdeki bu atkanlıklar naçar, yetersizliklerimizde pek yaxşı kayıtlıdır. Bunundan yani biz hoş ama mesela bunun bu qarıtlamasından tıkımı çoğarak yani Xitoyni yoksa biz antiz surette anındaki bu işler bütünler kesil hal kılındı deb qarayman. Rahmat. Alo? Anladım. Tamam, rahmat. Bu başka belki tavsiyeleriniz olsa men qabul qilaman. Men mush ishlar ichida bo'layotgan bir kishi. Yani suhbatlash orqali, fikrlash orqali qismo yaxshi natijalarni qo'lga keltirsak deb bu gaplarni men o'tirib qo'yaman. Sizlarning boshqa o'ylaganlaringiz bo'lsa o'rtoqlashsak bo'ladi. İnşallah. Buldu, rahmat qarindishim so'zingizga. Ma'quldan qolgan ham sistemlik yayindan anglay. İnşallah. İnşallah, rahmat. Ma'qul bo'ladi, inshaalloh. Alamiz. Bu yerda ozroq gapim bor. Qanasa bizni iliqi nim deymiz, iliqi nim qilganim emas. Asas jihatdan biz Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni dunyoga tunib kelyapmiz. Bu yerda faqat mush temaga 1 soat vaqtimizni chiqarib qo'yibdik. Albatta bizning eng cho'ng nimamiz Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni tugutib boshqa ishlar bilan bo'lish, lekin bu cho'ng bir masala. Bu qarindishimizga deydiganim, bu suhbatning beshiga olib beringlar. Ya'ni bu garchi sizga nisbatan kichik deb ko'ringan bo'lishi mumkin. Ammo bu bir cho'ng bir masala, bizga nisbatan bu bir cho'ng bir masala deb va buni odatdagi insonlarimiz qila oladigan narsalar. Men shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik tunutgan chog'da diplomatlarga munda ishlar qilib ber deb deyman. Shularga tushliq ishlarni qilib beringlar deyman. Oliy maktabdagi o'quvchilarga ular Arslan sizga nima ish qilib beraylik degan chog'da shularga tushliq narsa deyman shu. Odatdagi xalq bo'lsa nima deymiz? Asosiyatdan bir xalq bo'lish sifati bilan Xitoy millarini ammanglar. Xitoy oshxonalarga kirmang, chet elliklar buni tushuntirib kelamiz. Ya'ni buni da'voda bo'lmagan. Yana ichida
Vatanim ya odatdagi vijdon olarak buni olmasak u kishimi shu Xitoyni akamaydi. U kishining oldiga berib do'koningni kapat, ma'nosini sotma deyishning hojati yo'q. Bizning harakatimiz bo'yicha u otomatikman yig'ilib qarsa u lavban deyapman. Xo'jayin degim yo'q. Lavban bo'lgandan keyin shu asta-asta voy ma Uyg'urlar ammas bo'lib qapti. Ma Arslan bilan Abduvali chang chiqargandan keyin bu ishlar to'xtab qapti. Men asta bu narsani bir jo'shtirib o'tay deb deyish mumkin. Biz bu maqsadda qilyapmizda. Albatta bu sizga nisbatan cho'ng ish bo'lmaydi, bizga nisbatan bu cho'ng ish qarindishim. Lekin so'zlaringizga, inkosingizga haqiqatan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ondan bu qarindishimizning deganiga rahmat. Masalan, biz shuni qildik. Bugun Bergenda qalamkashlar Bergen Norvegiya qalamkashlar jamiyatining yig'ini bo'ldi. Shu yig'inda shu Uyg'urlarningki hozirgi irqiychilik uchrashninki sababi, ondan buningga siyosatchilar nima qila oladi, tadqiqotchilar nima qila oladi, o'quvchilar nima qila oladi, ashuni bir-birlab dedik. Biz bu harakatni qilyapmiz. Endi lekin biz buni chet ellikka demaymiz. Sizlarga da'vatgan ma gapni ingliz tilida, universitetlarda, parlamentlarda bu gapni demaymiz. Buni Uyg'ur tilida Uyg'urlar deymiz. Chunki Xitoyning axlatlarini Beyjingdan akilib, Beyjing deyman, Xitoydan akilib, shu zerikmay setayotgan, Xitoyning bozirini ichayotgan Uyg'ur tursa, biz buni parlamentda degilmaydi bu gapni. Uyg'urlar qilayotgan shu o'g'ash Uyg'urlar deymiz. Bu birisi. Ikkinchisi, bu bir sizga kichik tuyulishi mumkin. Lekin har bir inson qila oladigan ish. Har bir inson qila oladigan ish o'g'achqa bu cho'ng ish. Uchinchisi, mushu kichik ishni qilolmagan millatlarningki cho'ng ish qila oladiganligi dunyo ishini bo'lmaydi. Shuning uchun muhim ish bu. To'g'ri. Aka, mening gapim tugadi. Eng oxirgi gapingizni olay. Mencha bek muvaffaqiyatli bo'ldi. Inshaalloh xalqimiz to'g'ri tushunib qolar. Men vallahi men ishlamay o kadar yaxshi bir tuyg'um bor. Nurg'un insonlar bu ishdan voz kechadi. Men bek ishlamay. Chunki men inkoslar qarayapman. Haqiqatan bu bek yaxshi obdan oydinlik qilyapti deyman. Oxirgi so'zingizni olay, shuni bilan ekronni yipitay inshaalloh. Rahmat. Men davomli bir ishlarga bir ish yuz bersa, shuni qanday qilib, masalan, chunki masalaning yuz berishi xatarlik emas, shu masalaga bizning tadbir qilolmasligimiz xatarlik. Masalan, bu Xitoy yemekliklari masalasi, axlat yemaylik masalasiningki bayqalmasligi xatarlikdi. Bayqalgandan keyin buningga o tadbir qilish meningcha Uyg'urlarning qo'lidan keladi. Men Uyg'urlarningki qobiliyatiga, niyatiga, imoniga, irodasiga mushu vaqt ishinib keldim, shu yo'lda mengayapmiz. Biz buni o'zimiz uchun qilsak, bir kichik maosh nadan ishlasak tugaydi bizning ishimiz. Lekin o'sha millatning Xitoydan qutulish irodasiga, irqiy qirg'inchilikni yo'qotish irodasiga, turmadagi qiynayotgan ochi singil, aka, dadillarni qutqarish irodasiga ishongachga biz o'tirg'a chiqdik. Endi bu qadar bir g'ayratlik bir millat, dunyodagi ikkinchi iqtisodiy kuch bilan tirkishayotgan bir millat qo'pib, bir kichikgina bir masala, ya'ni bir yemaslik masalasi. Shuni yemagan masalani menimcha hal qilib keta oladi deb ishni. Bu birisi. Ikkinchisi, Uyg'urlar ko'nib qolgan bu ig'ir masala deyish mumkin. Lekin Uyg'urlar ko'nib qolgan ig'ir masalani yengan. Masalan, dedim men Xitoyningki Qorachoy masalasi. Hozir Xitoy qaranglar, Qorachoy degan narsani Uyg'urlar ishlatmaydi hozir. Qorachoydan butunlay qutuldi. Ya'ni Uyg'urlarning burun bunda Xitoyningki zaharlarni cheklab g'alaba qilgan tajribasi bor. Shu bundaki bir g'alaba qila oladi. Vatanda Xitoyning zulm ostida g'alaba qilgan tajribasi bor. Albatta chet elda erkin dunyoda cho'qim g'alaba qila oladi. Men Uyg'urlarning bu yerda Xitoyning bu axlatlarini yemaydiganligiga, cheklaydiganligiga, Xitoyni qo'g'lab chiqarishning oldi bilan shu o'ziningki qalbidagi Xitoyni qo'g'lab chiqaradiganligiga ishonaman. Allah razı olsun aka. Belki yani keyincha yana boshqa inshaalloh bu ish hal bo'lib ketib, boshqa tema haqida gaplashaylik. Bu mush hal bo'lib ketib, bir daha yana bir qatim parlashimiz haqqim bo'ldi. Hal bo'lib ketsa, hal bo'lmay qolsa, bir oydan keyin yana chiqamiz. Buldaka sizga rahmat vaqtini chiqarib berganingiz uchun. Qarindoshlar,
hamma qilib qo'yinglar. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.